Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, darvozamizni o'rnatdik. Yana darvozamizni o'rnatdik. Haytek fason darvozamiz. Material ikki yontagi 10 shiviller. Ramkalarimiz 8 to 1.5 sanka. Ichib qolganlar 6 ko'tar 1.5 sanka 2 qavat. Pulsovoliz ko'rintok holatda o'rnatdik. Krasingiz keyin qilib beramiz deb. Mana o'tachim bo'ldi darvoza. Bu ber zamok. Hozir zamoklar. Teva taxiya qismini och yopidan qilganmiz. Damkratda ko'tarilib tushib turadi. Yozgi kunlar ochib qo'yasiz, qish kunlarda yopib qo'ysangiz bo'laveradi. Xolos uni bundan tik o'tirdik ishimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, darvozamizni o'rnatdik. Yana darvozamizni o'rnatdik. Haytek fason darvozamiz. Material ikki yontagi 10 shiviller. Ramkalarimiz 8 to 1.5 sanka. Ichib qolganlar 6 ko'tar 1.5 sanka 2 qavat. Pulsovoliz ko'rintok holatda o'rnatdik. Krasingiz keyin qilib beramiz deb. Mana o'tachim bo'ldi darvoza. Bu ber zamok. Hozir zamoklar. Teva taxiya qismini och yopidan qilganmiz. Damkratda ko'tarilib tushib turadi. Yozgi kunlar ochib qo'yasiz, qish kunlarda yopib qo'ysangiz bo'laveradi. Xolos uni bundan tik o'tirdik ishimiz.